Hoy. Agar seni onang tirik bo'lsa, meni bir daqiqa tingla va ushbu videoni oxirigacha tomosha qil. Bilmadim, sen meni tushunib yetasanmi, yo'qmi? Lekin seni onang bu dunyodagi yagona sen uchun bor yo'g'ini qurbon qiladigan inson hisoblanadi. U seni yaxshi yashashing uchun hamma narsaga tayyor. To'g'ri, gohida u seni urishadi, tergaydi. U senga nima qilish to'g'riligini aytadi. Sen uchun nima yaxshi, nima yomonligini sendan yaxshi biladi. Bu senga yoqmasa ham, lekin unutma. Onang sen uchun hayotning bor rohatidan kechib, o'zining qadr-qimmatidan ham dunyoning bor tashvishini ustun qo'ygan. Shuning uchun iltimos, unga qo'ng'iroq qil. Hech bo'lmasa unga xabar jo'nat. Bo'shakni olib, uni yaxshi ko'rishingni, ardoqlashingni va u seni dunyoga keltirganiga minnatdor ekanligingni ayt.